Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gazi Roza, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2021 yıl 12. ayının 3. günü. Sizlerge vaziyet doğrusu da bir gep kılıdığan bolsak, isimlerde bu, belki oylap duruslar. Halkara parlament azaları teşkilatı deydiğen. Angliyelik hem parlament azası hem bu parlamentlar teşkilatını kurup çıkan Paul Ford deydiğen kişi bir leksiya sözlerdi. Bugün sizlerle şunun dikkat kılıdığı dep anlayman, o oylayman keçirinler. Sebebi bu kişi şundak depti ki biz Cüngü qaratqan siyasetimizni nime neticeге eriştik. Biz Cüngü'ye yardım kıldık. Özümüz gözlügen maksatga yetelmedik. Lekin Cüngü'ye yardım kıldık degan mazmunda. Bugün şu leksiyalarni sizlarga yetkizimiz vatandaşlar. Etrafimizdeki işleri tafsili seliştirip, tafsili fikir qilib, tafsili xulos chiqarib, ko'rib baksak, bu kişi bizden alaka odalığı doğrusu sözleydiğen sözümüzün aksine başka taraftan fikir tuttu. Sizler bizler bugün bunu köngül koyup anlaydıgan teyitmekin depsilerge teyyarlap geldi hürmetli vatandaşlar. Mavzumunda bir demlek tolgaq bardaşlık berilmese Reis Xi Jinping'e sual sorak alalmayız. Mavzulu haber 12. ayının 2. günü Amerika Ovaz'ın Xitay programı ilan kılındı haber. Bundan başlar. Prezident Joe Biden hükümeti kelerepte yer işarı boyunca demokratik devletle yukarı derecelikle yığını. Demokratik devletle yukarı derecelikle yığınını çakırdı. Kişilik hukukunu qoğduğucular mundaq görsetti. G'arb dünyası qat'iy niyatga kelib, Cüngü'ye tayinib kelishni azaytadiganlar bo'lsa, balki qisqa vaqtlik iqtisodiy ziyonga bardoshlik bera oladiganlar bo'lsa, ondan Reis Xi Jinping hukumatini kişilik hukukni dafsanda qilish harakatlariga mas'ul surishda qila oladi. G'arb dunyosi ondan erkinlik, demokratik qimmat qarashlarni qo'g'dab qila oladi. Prezident Joe Biden hukumati 12. ayının 9. günüdün 10. günügacha demokratik devletler yuqori darajaliklar yig'iniga riyosetchilik qildi. Bu yig'inga 110 davlat hukumatlari qatnashdi. Yuqori darajaliklar yig'ini demokratik davlatlar duch kelgan xiristlar va fursatlarni muhokama qildi. Demokratiyani kuchaytirish, mustabidizmga qarshi turish, chiriklashishga qarshi turib kishilik huquqni ilgari surish va hurmat qilish bu yig'inning asosiy mavzusi va temasidir. Xalqaro kishilik huquqni tashabbus qilguvchi bir nafar kishi mundaq ko'rsatdi. G'arb davlatlari demokratik harakatlar yalqinining Cüngü'deki hayati kuchini saqlab qolaman desa, Xi Jinping Hong Kongda, Xi Jinping Uyg'uristonda, Xinjiangda, Xi Jinping Tibet'te ve başka joylarda kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlariga mas'ul bo'lishi kerak deyilsa ve bunda qilmishning mas'uliyatini surishda qilamiz desa, mo'shalarni ishga oshirishning halqiliq tarafi shu yerdiki, G'arb dunyosi Cüngü'ye qaratgan iqtisod savdo siyosetini tekshirish kerak. Acayip xulosa vatandaş. Acayip logikalik fikir ve xulos şekildeki fikir. Acayip xulosa. Gördünüz mü? Anlap durun hemen bir nefer kişi mundaq ko'rsatdi.
G'arb davlatlari demokratik harakatlar yalqinining Jungodagi hayotiy kuchini saqlab qolaman desa, Xi Jinping Hong Kongda, Xi Jinping Uyg'uristonda, Xinjiangda, Tibetda va boshqa joylarda kishilik huquqqa tajovuz qilish harakatlariga mas'ul bo'lishi kerak deyilsa va bunda qilmishning mas'uliyatini surishti qilaman desa, mushularni ishga oshirishning halqiliq tarafi shu yerdiki, G'arb dunyosi Jungo qaratgan iqtisodiy siyosatni tekshirish kerak. Acayip gap. Gapning rostini aytganda vatandoshim bularni biz his qilib tursak mag'izdan chiqara olmaymiz. Siyosatning yana bir tarafini qo'yishimiz kerak vatandoshim. Birovni ranjitib qo'yishni yoki birovni ortiq tanqidlashni bu yerda ravo ko'rmaymiz. Shunga bu narsani biz sizga sezgan va tuygan bilgan bo'lsak, lekin buni ag'izdan chiqara olmaymiz vatandosh. Bugun buni Angliyalik büyük bir odam o'tirib qo'yadi. Iqtisodiy munosabatlarni cho'nqurlashtirish, kishilik huquqni qo'g'dashga foydasiz. Diqqat vatandosh. Mayli Angliya, mayli G'arb davlatlari, qaysi bir davlat Jungo bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlarni cho'nqurlashtiradi ekan, bu kishilik huquqqa foydasizdir. Jungoda demokratiya va erkinlik uchun kurash qilayotgan kishilarning ishlariga nima foydasiz? Jungo bilan savdo munosabatlarini cho'nqurlashtirishdan iborat mushu ish ularga foydasizdir. Jungoda demokratiya va erkinlik uchun kurash qilayotgan kishilarning ishlariga nima foydasiz? Jungo bilan savdo munosabatlarini cho'nqurlashtirishdan iborat mushu ish ularga foydasizdir. Angliya Konservativlar Partiyasi Kishilik huquq komitetining a'zosi, Angliya Kishilik huquq tashkiloti Hong Kong nazorat tadqiqotchisi Laki Fulford yuqoridagi so'zlarni qildi. Fulford bunda ko'rsatdi. Mening chiqargan xulosam shu bo'ldiki, Jungoda iqtisodiy islohot harakati boshlangandan beri biz hech qanday ish qilmadik. Balki Jungo hukumatiga yordam berdik. Diqqat vatandosh. Fulford bunda ko'rsatdi. Mening chiqargan xulosam shu bo'ldiki, Jungoda iqtisodiy islohot harakati boshlangandan beri biz hech qanday ish qilmadik. Balki Jungo hukumatiga yordam berdik. Mening demoqchi bo'lganim shuki, biz Jungoda Xi Jinping hukumatiga yordam berdik. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshim maqoli.